Bu uy kimniki? Bu uy onamni nomlarida, pochchamga tegishli joy. Katta opamni uyiniki. Mashada yashab turish uchun u qilishayotgan o'rtada dedamlar, pochchalar. Qanchadan beri turibsizlar bu yerda? 5 yil bo'ldi kelganimizga. 5 yil. Turmush o'rtog'ingiz nima bo'lganlar? Ajrashib ketganmiz. Necha yil bo'lgan unga? 5 yil bo'ldi ajrashganimizdan. 5 yil bo'ldi. Undan oldin uyli bo'lgan? Ushoqda bo'lgan, Farg'onada bo'lgan. Farg'onaga turmushga chiqqanman. Demak, bu yer, bu joy sizniki emas. Yo'q, meniki emas. Shunda desak to'g'ri bo'ladi. Sizniki emas. Siz bu yerda go'yoki bir ijarada turganingiz turibsiz. Shunaqa bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi, tushunarli. Tirikchilik bolalar puldan, ha? Necha pul daromad ko'rasiz oyiga? Bo'lsa 1,5 million ham bo'ladi, bo'lmasa 500 ming ham bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi ham. Kim yana qarashadi sizga? Shu otam. Moddiyat bilan qarashadilar, pul bilan qarashadilar. Yetmasa yo'q bo'lsa berib turishadi. O'sha yetmay turadigan paytlar ko'p bo'ladimi? Bo'ladi, bo'lmasmi deb hayotga bu. Biz 5 yildan beri shu el yurtni korgariymiz deya ko'chaga chiqib ketganimiz bo'yicha hali uy kirganimiz yo'q. Izlab yuramiz. Olis manzillarda shu xasta ko'ngillarni, yordamga intizorlarni, muhtojlarni, yetimlarni, miskinlarni va xalqni silkitib ularning haqqini olib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Amin, aytganingiz kelsin. Bugun Namanganga ham mana shu maqsadda kelganmiz. 5 ta topib qo'ygan juda og'ir ahvoldagi oilalarimiz bor. Bundan oldin 300 ta oilani ziyorat qildik va ulardan 5 talari eng og'ir ahvoldagilarni o'zim borib ko'ryapman, o'z ko'zim bilan va bularni tubdan muammolarni hal qilish harakatidam. Shulardan bittasi sizlarning oilangiz. Bugun birinchi kirgan xonadonimiz sizlar. Dunyo faqat yomon insonlardan iborat emas, bolam, yaxshi insonlar ham bor. Men ko'p shunaqangi bolalar bilan gaplashganimda ularning ichidagi alamni his qilaman-da. Meni bolalarim gapirmaydi. Ichida qoladi. Ha. Hozir uyda internetga chiqib ketadi deb xijolat bo'lib hammasi g'alati o'tirib. Bu internetga chiqishi nima degani? Bu internetga chiqishi aslida xalqni aybi, bularning aybi emas. Shunaqa endi bir ko'cha-ko'yda oshna og'aynisini oldi, boshqa yerda yurgani xijolat qiladi. Biz kelganimizda biz shu paytgacha mana bolam kimni xonadoniga borgan bo'lsak, qaysi bolalarni, qaysi miskinlarni, qiynalganlarni, xastalarni borib ko'rgan bo'lsak, o'sha borganimizdan keyin ularni mahallada qo'ni-qo'shnilar oldida, yor bir do'stlar orasida obro'si oshdiki kamaygani yo'q. Biz ularni yerga urgani, ularni uyaltirgani bormaymiz, bolam. Ularni qaytiga qaddini ko'targani boramiz. Va har doim aytamizki, bularni himoyachisi biz, bularni yonida turgan biz. Va mabodo bularni sochidan bir tola soch nohaqlik bilan, odamlarning bemehrligi bilan to'kilsa, unga albatta turib beradigan biz bormiz. Mana shunaqangi dalda berish uchun, bularni ruhini ko'tarish uchun kelamiz. Mana shuncha odam, mana shu akalaringiz, hammalarimiz, oilalarimiz, bola chaqalarimiz bor. Kimdir Samarqanddan, kimdir Buxorodan, kimdir Toshkentdan, kimdir Xorazmdan. Hammamiz bola chaqamizni, oilamizni, yumushlarimizni, o'zimiz bizneslarimizni tashab, mana bu yerda sizni oldingizga ziyorat uchun keldim. Nima uchun? Bunda albatta buyuk bir maqsad bor-da. Nohaqlikni joyiga qo'yish, haqiqat qaror topishi uchun. Mana shu sizlarning qalbinglardagi dardinglarni his qilgan holatda sizlarning yoningizdan kelib, qo'lingizdan ushlab, bolam, men sen yoningdaman. Qaddingni ko'tar. Hammasi zo'r bo'ladi. Bos gazini. Marralarni zabt etamiz. Orzularga yetamiz. Hammasi go'zal bo'ladigan qalbingizga mana shu issiqlikni, mehrni berish uchun kelamiz, bolam. Mana shuni his qiling. Biz bu yerda yallo qilib, bir o'ynab kulib, kimnidir kamsitish uchun kelmaganmiz. Bizning oliy maqsadlarimiz bor, bolam. Bizni birlashtiradigan, millat o'laroq, ummat o'laroq bizni birlashtiradigan mana shu his, mehr, oqibat. Bu bizdan qoladigani va biz bilan ketadigani. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimni boshini silanglar deganlar. Bilasiz, Alloh taolo kimni qalbida desa, miskinni, qiynalganni, mazlumning qalbi xursandchiligida. Biz Allohni topish uchun kelganmiz. Sizlarning qalbingizdan xursandchiligi agar hosil bo'lgan bo'lsa, demak Alloh bizdan rozi bo'ladi inshaalloh. Biz gunohlarimizni to'kish uchun, Alloh roziligini topish uchun, dunyoda hayotga kelgan asl maqsadimizni topish uchun kelganmiz. Endi na iloj. Hozir zamon shunaqada, insonlarni ko'zi ko'r bo'lib qolgan. To olib kelib ko'rsatib, voy barakat topib, mana sen ko'rmayotgan odamlar bor, mana bunaqa yashayotganlar ham bor. Sen eshitmaslikka olganing bilan, bilmaslikka olganing bilan, ko'rmaslikka olganing bilan bular yo'q bo'lib qolmaydi. Bularga ertaga javob beramiz. Allohning oldida javob og'ir bo'ladi. Do'zax azoblari bor bular uchun degan narsani gapirib, achchiq-achchiq haqiqatlarni ko'rsatish uchun kelamiz, bolam.
siz bilan mani ikkalamiz birlashtirib turadigan bir oliy maqsad bor. Bu ham bo'lsa insonlarning qalb ko'zini ochish. Biz siz bilan shunga xizmat qilamiz. Alloh bizni tanlagan shunga bolam. Og'ir bu, qiyin bu. Lekin kimdir qilish kerak shu ishni. Ehtimol sizni o'rningizda mani o'rnimda sizni Alloh yaratishi mumkin edi. To'g'rimi? Shunaqa bo'lishi mumkin edi. Bizda shunchaki o'sha maqsadimizni Alloh bizni nima uchun yaratganini tushunib yetishimiz kerak-da. Sizni ham, meni ham Alloh vazifalantirgan. Bizni vazifalarimiz bor. Insoniyat oldida, ummat oldida, jamiyat oldida bolam. Biz sizni kamsiz uchun, sizni ko'nglingiz og'rir uchun kelganimiz yo'q qaytaga. Sizni ko'nglingizni olish uchun. Sizni yoningizda turib, Xudo xolisi katta bo'lguningizga qadar 18 mi mayli 20 yoshga qadarmi, 25 gami, o'zingiz yo'lingizni topib mustahkam oyoqqa turib olguningizcha yoningizda turib berish uchun keldik bolam. Shuni siz his qiling. Xuddi yaqin qadrdon do'stingiz bo'ladi-yu. Men sen uchun jonimni beraman deydigan bo'ladi. Ana shunaqangi do'stmiz biz bolam, dushmanmiz. Xo'p, shuni tushuning. Xudo xolis muammolarni birgalikda hal qilamiz bolalarim. Rahmat kelganingiz uchun. Bizni ham xuddi sizlarga o'xshagan o'g'limiz bor, qizlarimiz bor. Biz sizlarning timsolingizda ularni tasavvur qilamiz. Ularning timsolida sizlarni tasavvur qilamiz. Bizni bolalarimizdan bularning nima kam joyi bor deb, xuddi bizni bolalarimiz qanaqangi sharoitda, yaxshilikda, mehr oqibat qurushuvida katta bo'layotgan bo'lsak, shu muhitni, shu yaxshilikni sizlarga ham tortiq etish uchun kelamiz bolalarim. Chunki borda imkoniyat, insonlarda bor, to'lib toshib yotibdi. Boyning molida kambag'alning haqqi bor azizlar. Bularda agar tanlash imkoniyati bo'lmaganda, bular ham yaxshi hayotni, to'kin sochilikni tanlamasmidilar. Bu Allohning tanlovi. Sinovli, imtihonli dunyoning imtihonlari mana shu. Mana bu bolamni qarang, yosh nechida? 14 yashar bolani qarang azizlar o'tirishini. 25 yashar bola bilan gaplashayotgandekman. Yosh katta bo'lib qolgan. Chunki shafqatsiz dunyoda, shafqatsizlar orasida katta bo'lyapti. Majbur. Bu bola kitob o'qib, maktabiga borib, do'stlar bilan o'ynab, ko'chada futbol o'ynab, ilm ma'rifat olib, vaqt uxlab, vaqtda turish kerak emasmidi? Mana bir o'zingiz o'ylab ko'ring, qani haqiqat? Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidamiz. Biz hozir Namangan viloyatining o'zida bizni o'zimiz bilgan minglab oilalar borda, muhtoj, qiynalgan, zudlik bilan yordam berish kerak bo'lgan xonadonlar minglab. Va shu qatorda Namangan viloyatining o'zida minglab boylar bor. Imkoniyati serob bo'lgan. Qilsa bo'ladi. Faqat xohish yetishmaydi. O'zida bir jur'at topolmaydi. Bahonalar to'lib toshgan. Nafaqat Namangan, butun O'zbekiston. Shart emas Namanganligi Namanganlik yordam qilishi, Buxorolik yordam qilish. Biz hammamiz bittamiz, bir tanu bir jonmiz. Nima uchun biz mana internet orqali ehson qilish imkoniyatlarini keng qilib qo'yamiz? Qayerda bo'lsangiz ham siz ehson qilishga imkoniyat ochiq sizga. Bahonalar qolmadi. Yordam qiling. Mana qarang, bular uylari yo'q. Ularga uy olib berish kerak. O'zlarining uylari yo'q. Mana sarson o'tirishdi, hozir ichkaridagi ahvol sharoitni qarang. Bu ayol kishi-ku, o'zimizning ojizamiz-ku, ona-ku bu. Nima qilsa mana bu 4 ta norasidalarni katta qilsin, tarbiya qilsin, yo'q ko'chaga chiqib tirikchilik g'amida yursin, pul topsin, nima qilish kerak? Ana shunaqangi paytda yonidagi do'st birodarlar, mahalla ko'y, boylar, imkoniyati borlar yonida kamarbasti bo'lish kerak emasmi? Shu uchun kelmaganmizmi dunyoga? Inshaalloh mana bu bolalarimiz bugun e'tibor ko'rib, mehr ko'rib, eli yurtiga, xalqiga mehr bilan katta bo'ladi. Nafrat bilan emas, alamzadalik bilan emas. Bular vaqtda hozir o'qisa, yaxshi kasb egasi bo'ladi. Mana bular tadbirkor bo'laman deyapti. Bunisi fermer bo'laman deyapti. Mayli, qanaqa kasb bo'lsa, hammasida baribir ilm kerak azizlar. Ilmli bo'lsa qoqilmaydi. Bular kimnidir qo'lini qora ishchi emas, boshqaruvchi bo'lsin kerak bo'lsa, zavod, fabrikalarni boshqarsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizlardan ham. Shunchalik sabr bilan, shukr bilan bolalarni katta qilyapsiz. Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Ilohim. Bu bolalaringiz hammalari bir-biridan go'zal. Ayniqsa katta o'g'lingizdan Xudo xolisi ko'p narsalar kutamiz. Xudo xolisi. Bu go'yoki bir oilam boshlik bo'lib qolibdi-da bu o'g'lingiz. Boshliqda. Muammolarimizni ham, qiyinchiligimizni ham bo'yniga qo'yib qo'yganimizdagi iloji yo'q. Katta bo'lishga majbur. Alloh baraka toping. Shunaqa bo'lish kerak. O'zi aslida mardlik mana shu. Ya'niki turib bera olishda. Siz hozir oilangiz uchun turib beradigan mahaldasiz. Mana hozir turib beryapsiz. Bu narsa Xudo xolisi ertaga katta yutuqlarga aslida xizmat qiladi sizga. Maktab vazifasini o'taydi. Bu hayotiy maktab. Qanaqa maktab siz? Hayotiy maktab. Buni maktablarda o'qitishmaydi, universitetlarda o'qitishmaydi. Buni hayot o'rgatadi. Va har doim mana shu mashaqqat yo'llarda Alloh deng. Allohning aytgan chizig'idan chiqmang.
halollik, to'g'rilik, mardlik, sadoqat yo'lidan boring bolam, kam bo'lmaysiz. Buni odamlar tushunmasligi mumkin. Odamlar nima ekan bu, hali ham shunaqa odamlar bormikin deyishi mumkin. Oqim boshqa yoqqa oqayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz parvo qilmang. To'g'ri yo'lingizdan ketavering bolam. Chunki sizni haqligingizni, siz to'g'riligingizni Alloh ko'rib turibdi. Bandasiga hisobot berish shart emas. Bandasining roziligini istamang, Allohning roziligini istang. Ayniqsa mana ukalaringizga Xudo xolisa siz eng zo'r tarbiyachi bo'ling, ustoz bo'ling, yonida dalda bo'ling. Sizlar ham ukalari, akalarga har doim dalda beringlar, hop yolg'iz tashab qo'ymanglar. Sizlarning eng yaqin do'stinglar mana shu yerda hozir o'tiribdi. Keyingilari kelganlari faqatgina yo'lingizdagi hamrohlar xolos. Sizlar bilan oxirigacha boradigan mana shu. Bir-biringlarni yo'qotib qo'ymanglar, hop bolam. Yo'qotib qo'ymanglar. Bir-biringlarni ushlanglar, mahkam ushlanglar. Kim nima desin, bu meni akam, bu meni ukam, bu meni onam deb bekorlarning 5 tasini aytyapsan deb 100 ga shartta haqiqatni aytinglar. Chunki bu ahillikni, bu muhitni avvalambor shayton yomon ko'radi. Biz uchun har qancha unga vasvas qiladi, nafs bor o'rtada. Ana shunga hech ham uchib qolmanglar. Bir-biringlarni yaxshi ko'ringlar. Yaxshi ko'ringlar. Bor kam ko'stinglar bilan yaxshi ko'ringlar. Bizning vazifalarimiz bor, oliy vazifalarimiz bor. Ana sizlar o'zingiz ko'ryapsizlar, qanchalik mehr kerak odamlarga. Yaxshilik qanchalik kerak. Ana shuni beruvchi bo'linglar. Mayli odamlar sizlarga beradi, lekin sizlar beraveringlar. Chunki Alloh ko'rib turibdi. Bitta odam ko'radi-da, albatta ibrat olib, u ham keyin yaxshilik qilishni boshlaydi. Uni ko'rib boshqasi yaxshilik qilishni boshlaydi. Shunaqa qilib vaziyatni o'zgartiramiz. Shunaqa qilib yaxshilik, yomonlik ustidan g'alaba qozonadi, shubhasiz, aniq. Sizlarning kuchinglar kam bo'lishi mumkindir, lekin sizlar bilan Alloh ana shu kichkinagina kuchinglarni katta qilib qo'yadigan ham Robbinglar. Shuning uchun Allohga tavakkullanglar, chin bo'lsin. Hech qachon ikkilanmanglar, qadam bosinglar. Bizni qilayotgan hozirgi ishimizda ham boshida faqatgina niyati bor edi. Hech narsamiz yo'q edi, faqat niyatimiz bor edi. Dunyoni o'zgartirishga bo'lgan xohish bor edi. Keyin harakatni boshladik. Asta-asta oldimizda yaxshi odamlar paydo bo'ldi, imkoniyatlarimiz keng bo'ldi. Alhamdulillah 5 yildan beri yurtimizni bormagan chekka-chekka qishloqlari qolmadi, tumanlar qolmadi, quduqlar qazyapmiz, bog'chalar, maktablar quryapmiz. Minglarcha oilalarga uylar olib berdik. Minglarcha oilalarni otaliqqa olganmiz, ulardan xabar olib parvarish qilamiz, bolalarimizni o'qityapmiz, davolayapmiz. Tushunyapsizmi? Bularning hammasini boshida faqatgina niyat bor edi. Sizlar ham mana shunaqa yaxshi niyatinglarni, qalbinglardagi bu yorug'likni yo'qotib qo'ymanglar. Azizlar, biz hozir Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidamiz. Mana bu go'zal oilani qarang, subhanalloh, bu bolalarni qarang. Bir-biridan mard, jasur, pahlavon bizni o'zimizni mangu berdilarimiz. Temuriylarimiz, Buxoriylarimiz o'tiribdi. Mana shu oilani biz bu vaziyatdan chiqarishimiz kerak. Bular oyoqqa turib boshqacha hayot kechirish kerak. Mumkin emas bunaqa yashashlari, mumkin emas. Bunga rozi bo'lmaymiz. Mana bu yerda Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan 26 million so'm pul. Uni qabul qiling. Kam ko'stingizni ishlatasiz. Qani bir duo qiling. Alloh niyatinglarni, maqsadinglarni hammanikini bersin. Ko'p xursand qilib bizni mana shunchalik xursand qildilar. Alloh sizlarni hamisha ishingizda rivoj bersin, jannatlarga loyiq qilsin, payg'ambarimiz bilan birga qilsin hammani. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin. Sizlardan ishlarni ko'rsam maylimi? Ikkita qizingiz ham bormi? ha, ikkita qizim bor. 6 ta farzandingiz. Voy subhanalloh, jannat ayol ekansiz. Onajonni ehtiyot qilinglar bolam. Qani yuringchi bolam. Bizni kechiring bolam. Vaqti kelolmaganimiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Mana azizlar, vaziyatni ko'rdinglar. Katta o'g'illarni endi har qancha gapirtirishga harakat qiling, imkoniyat bo'lgan. Chunki yillar davomida odamlarni bemehrligidan, odamlarni qahr qattiqligidan, odamlarning shafqatsizligidan bola bilmayman ichiga berkinib borgan. U go'yoki bir 40 yashar bir erkak kishidek o'zining dardini ko'rsatmaydigan, o'zining dardini hech kimga aytmaydigan holatda bir immunitet hosil qilganda, biz mana shunaqa qilib qo'yganmiz bolalarimiz. 14 yashar bolani ko'ryapsiz. Bizni 14 yashar bolalarimiz, o'g'il qizlarni bitta solishtiring shu bolani. Nimalar bilan, nima o'y xayollar bilan band bolalarimiz va bu bolalarni qarang.